Assalomu alaykum, qadrli Vodiylik dehqon bola kanali a'zolari. Xudo xolasa yana biz o'sha kartoshka poliyamizga keldik. Natijalar juda ham yaxshi. Bu yilgi dehqonchilik sezonini oldidan natijalar hammani hayratda qoldirmoqda. Dehqonlar ishlarini tugatib, uspet qila olmayapti. O'sha bir necha kun oldin sizlar bilan bitta videoni narigi boshidan qilgandim. Bugun mana yana dam olish kuni, shanba kuni bo'lganligi uchun nihoyat o'sha kartoshka poliyasiga yetib keldim. Kartoshkalarda o'sha videoyimda ham aytib bergandim. 50% ga yetsa, Xudo xolasa ochib chiqaramiz deb niyat qilgandim. To'g'risi oradan kun o'tib ketdi. Bir 4 kun, 5 kun o'tib qoldi. Lekin 4 kun, 5 kun o'tgan bo'lsa ham kartoshkalarimiz deyarli 75% chiqib, kilonkaga tegib qopti o'zi. Shuning uchun Xudo xolasa ertadan o'sha hamma hozir dalani bir qator aylanib chiqdim, hamma dalani. Deyarli hamma dalada shunday bir xil. Mana ketma-ket ko'rishlaring mumkin mana. Mana shu tarzda ochib chiqishimiz kerak. O'sha yerda ham bor. Mana shu tarzda ochib chiqishimiz kerak. Ochib chiqmasak nima bo'layapti? Ochib chiqmasak endi dalada kilonka deyarli kartoshkalarimizni deyarli hammasini kilonka kuydiradi. Shuning uchun tezlatish kerak. Ko'p odam shundoqcha olib tashlaymiz degan fikrda. Bizga bitta lishniy ish bo'layapti. Ya'ni birinchi buni mana bunday qilib har bittasini ochib chiqish, mana har bittasini ochib chiqish lishniy ish. Mana lishniy ish, lekin nima desa bo'ladi? Xo'p. Bir tarafdan yaxshi, kecha ham xuddi shunaqa bitta kichkina video qo'ygandim, kartoshkani shamolda qimillab turganini. Mana. Qayerdan olamiz? Shu daladan olamiz. Natija shunday. Inshaalloh buni kilonkasini olib tashlasak, sirazi ishlovini berish kerak. Ishlovini bermasa bo'lmaydi. Xo'p, shoshilmayapman. Odamlar o'zi shoshilib ketayotganga o'xshayapti. Lekin kartoshkalarimiz bizni shoshtirib qo'yyapti. Natija ko'ryapsizlar, Xudo xolasa. Ko'z tegmasin, bu yil hamma dehqonlarda omadini bersin, ular qatori bizda ham. Shunday ekkan kartoshkalarimiz Xudo xolasa mana shu tarzda. O'tgan safar yurganimda deyarli ayda-bayda chiqib qolgan, lekin kilonkaga tegmagandi. Bugun mana yurayman, deyarli hamma joyda kilonkaga tegib yotibdi kartoshkalar. Shuning uchun imkon darajasida ochib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'pchilik kommentariyada yozyapti. Orasi necha santimetr, kilonka nechta agatga yopiladi, nechilik agatga ekildi, kilosi nech kilodan ketdi deb savol beryapti. To'g'risi, biz kartoshkani ikkitalatib, o'sha urug'lagan paytda bo'lib ekkanligimiz uchun, ya'ni bo'lib ikkitasini ekkanligimiz uchun biz har yili 1 gektar yerga 3,5 tonna 3 tonna 800 urug' olamiz va o'sha kartoshkani bo'lib ekamiz. Men ham bu yil 3,5 tonna oldim, lekin mayda kartoshka oldim. Mayda kartoshkani bo'lsa sal barakali bo'lar ekan. Shuning uchun meni yerimga xotirjam yetdi 3,5 tonna. Endi oralig'i qancha? Oralig'ini o'tgan videoda ham ko'rsatib berganman. Oralig'ini bizda kartoshka bilan kartoshkani oralig'i deyarli 5 cm bo'lgan. 5-7 cm oraliqda bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. O'sha 5-7 cm oraliqda kartoshkalar qo'yilgan. Endi agatimizni oralig'i, agat uzunasi esa bizda
Shu agat 80lik agat deyiladi. 80ga agat oldirib, o'rtasini yorib ekdik. Natijani ko'ryapsizlar. 80lik agat. Hech qanaqa qo'shib yoki ayirib qilinmagan. Minimum bo'lmaydi. Kilonka esa har 3 ta 80lik agatga bitta kilonka tortilgan 3 metrlik kilonka. Natijada o'rtasiga bostirish, mana bunday mana keyingi amalga o'tish uchun 3 ta agatga bittadan bostirilgan. Mana shu 3 ta agatga kilonkamiz deyarli bittadan qilib yopildi. Xo'p, hozircha shu mana qo'ldan kelgancha chiqarishni boshladik. Qo'ldan kelgancha mana shu tarzda chiqarib 1-2 kun havoga moslashtirib olsak, inshaalloh Xudo xolasa keyingi ishlovini berishni boshlaymiz. Mana shu tarzda ishlovlarni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qadrli do'stlar, sizlar bilan faqatgina shuni ulashay degandim. Inshaalloh Xudo xolasa ertaga hasharchilarni olib kelamiz. Bugun mana 28-fevral, haftani shanba kuni. Ertaga yakshanba dam olish kuni. Xudo xolasa dam olish kunidan foydalanib ishga bormaymiz biz ham. Dam olib mana shu ishlarni qilib kartoshkalarimizni ochib chiqarib tashlaymiz. Keyin qolgan ishini kilonkani olgandan keyin boshlaymiz. Ko'pchilik suv berasizlarmi deb ham so'rayapti. Suv beriladi aka, holatiga qarab. Endi hozir bu holatda suv bera olmaymiz, chunki biz agar suv bersak ozgina birinchi ishlov kechga tortib yuboradi. Shuning uchun keyingi ishlovga yetib olish maqsadida suv bermay turamiz. Birinchi ishlov berilgan bilan orqasidan o'sha yengil suvni, birinchi suv emas, suvini beramiz. Hali birinchi, ikkinchi degan gap yo'q. Shunchaki suvni beramiz. Hop, qadrdonlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana o'sha odamlar ishlab ochilgan jarayonlarni ham bittadan video qilib qo'yishga harakat qilamiz. Tan joylaringiz sog' bo'lsin. Sizlar bilan Vodiylik dehqon bola kanalidan maxsus reportaj bo'ldi. Sog' bo'linglar.